Excel'da ustun yoki qatorlarni yashirish qayerdan amalga oshiriladi? Excel'da ustun yoki qatorlarni yashirish hide, ya'ni Excel'ning ustunlari A, B, C va boshqalar qatorlari 1, 2, 3 sarlavhalarni o'ng tugmasini, ya'ni right click orqali tanlab, menyudan hide, ya'ni yashirish buyrug'ini bosish orqali amalga oshiriladi. Qadam-ba-qadam tartibini hozir tushuntirib beraman. Yashirmoqchi bo'lgan ustun yoki qatoringiz sarlavhasini tanlang. Misol uchun A, B, C yokida 1, 2, 3. O'sha A, B, C da joylashgan birinchi, ikkinchi, uchinchi qator bo'lishi mumkin. Tanlangan sarlavhada sichqonchaning o'ng tugmasini bosing. O'ng tugmasini bosganingizdan keyin ochiq menyuda hide buyrug'i, ya'ni hide degani ingliz tilidan olingan bo'lib, yashirish degan ma'noni anglatadi. Shu zahoti tanlangan ustun yoki qator ko'rinmay qoladi, lekin ma'lumot o'chib ketmaydi. Qanday qilib yana ko'rsatish mumkin? Yashirilgan joy yaqindagi ustun yoki qatorlarni tanlang, ya'ni o'ng tugmasini bosing, unhide buyrug'ini tanlang. Misol uchun siz B qatordagi ikkinchi rowni tanlagan bo'lsangiz, siz ikkinchi qator B qatordagi birinchi rowga borib turib, sichqonchaning o'ng tugmasini bosganingizda unhide, ya'ni ko'rgazish, yashirish yoki ko'rsatish buyrug'i bo'ladi. Unhide degani ko'rsatish, o'sha yashirilgan ma'lumotlarni ko'rsatish boshlaydi. Xo'p, xulosa, Excel'da ustun yoki qatorni yashirish data menyusi emas, balki sarlavhaning o'ng tugmasini bosish orqali amalga oshiradi. Bu usul jadvalni tartibga solishda yoki vaqtinchalik keraksiz ma'lumotlarni yashirib qo'yishda juda ham qulaylik keltiradi.